O'rta, yana bitta tayyor Yevroremontli kirib yashaydigan uy topib qo'ydim senga. Buyog'imiz prixожий zona. Stroyniy garderobni shkafchik ham bor ekan. Eshikdan kirganimizda to'g'rimizda spalni joylashgan. Umumiy maydonimiz 58 kvadrat. Spalnidan chiqqanimizda esa o'ng tomonimizda sanuzel joylashgan, alohida. Endi esa biza qizlar yaxshi ko'radigan oshxonamiz. O'ng tarafimizda esa chiroyli ugalok qilib qo'yishgan ekan. To'g'rida esa balkonga oshxonani chiqarib qo'yishgan ekan. Videoda ko'rilayotgan barcha jihozlarimiz qoladi. Ikki xona, birinchi etaj, 5 etajli domimizda. Manzil esa Yunusobod 17-kvartal. Orientir Sayram chorrahasi. Bu esa asosiy xonamiz zal. To'g'rida esa balkondan xona qilib qo'yishgan ekan. Детский yoki kabinet qilib ishlatsang bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak o'rta 85 ming, yana kelishadigan joyi bor.